Barakat va ma'naviy mulluq. Muhtaram mu'minlar, ulug' Rabbimiz Qur'oni Karimda mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonligiga muyassar qilardik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Sura A'rof 96-oyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Haqiqatan bu dunyo mili ko'zni qamashtiradigan darajada tatliqdir. Kimki sexiylik bilan uningga erishsa, uningda Allohning barakati bo'ladi. Kimki ochko'zlik va tamaxo'rlik bilan uningga erishsa, uningdan barakat qochib ketadi. Aziz mu'minlar, men o'qigan oyat va hadis sharif bizga barakatning sirini o'rgatyotadi. Agar hayotingizga mo'llik kelishini xohlasangiz, qo'lingizdagilarni to'plashga emas, birga bahrilanishga beqing. Chunki mol, ilm, rizq va sevgi o'rtoqlashganda ko'paydi. Barakat ko'ngil boyligi va sexiylik bilan keladi. Isrofdan, xiris, tamaxo'rlikdan, ne'matga qarshi tuzkorlikdan va bexillikdan yiroq turing. Chunki barakat sahib bo'lgan mol dunyoga asir bo'lmagan chaqdila ondan erishgili bo'ladigan huzurdir. Yolg'on, riyo, saxtipazlik, aldamchilik va nohaqchilikdan qochinglar. Chunki gunoh va axloqsizlik barakatni yo'q qiladi. Barakat Allohga taslim bo'lish bilan, qanoat va shukr bilan, samimiylik va durustlik bilan, kamtarlik va tavakkul bilan qo'lga keladi. Qimmatli musulmonlar, ömrümüzün barakati iman, ibadet, salih amal ve güzel axloqdir. Ko'nglimizning barakati Qur'oni Karimdir. Uyimizning barakati ulfat, muhabbat ve merhamettir. Melimizning barakati zakat, infaq ve sadiqadir. Tijoratimizning barakati durustlik, peshonimizning tarini iqitib haloldan tepishdir. İşlerimizning barakati fidokorlik qilish ve o'zimizni taqdim qilishdir. İlmimizning barakati o'rganganlarimizga amal qilish va bilganlarimizni o'rgatishdir. Vaqtimizning qimmati uni zoya qilmaslik va uning ahamiyatini bilib, o'rnida ishlatishdir. Naslimizning barakati islomga va insonlarga xayrlik avlod tarbiyalab chiqishdir. Qadrli musulmonlar, Janobi Haq tabaraka va taolo barakatning yagona manbasi, ulug'larning eng ulug'idir. Zul jalali vel ikramdır. Ulug'luqning egisi ve nihayet merddir. Şuna kulluk ve ibadetlerimiz bilen, dua ve ilticalarımız bilen mevcutluğumuzun mahiyetini tuğdurgan Rabbimizge yüzleneyli. Huzur ve xuşallıqning köp boğunni emas, bereketlik boğunni izleyli. Şunu unutmaylı ki, niyetlerimizde Allah'ın rızasını talep kıssak, o kudret sahibi boğan Allah, barakat eshiklarini bizga ochqusi.